Bugün Xitay Komünist Hakimiyetining Sharqi Turkistonda 2009 yili 7-ayning 5-kuni Uyg'urlarning haqqoniy talabi qurol bilan javob qaytarib, qonliq qirg'inchilik qilgan Urumchi qirg'inchiligining 14 yillik xotir kuni. Turkiya poytaxti Anqarada Dunyo Uyg'ur Qurultiyi fondi, Uyg'ur Akademiyasi fondi, Sharqi Turkiston tadqiqot fondi jamiyati, Uyg'ur harakati va Uyg'ur tadqiqot markazidan tarkib topgan Uyg'ur ommaviy tashkilotlari bu munosabat bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Uyg'ur ommaviy tashkilotlari 2009 yili 5-yo'ldagi Urumchi qirg'inchiligining 14 yilligida elib berilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat qilib mundaq dedi. Bu qirg'inchilik bugun allaburun bir irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Shukrlar bo'lsinki, biz dunyoning har qaysi joylarida bu zolim hokimiyatga qarshi kurashlarimizni davomlashtiryapmiz. Bu yil yuqumning oldini olish tadbiri bekor qilinishi bilan tang har qaysi davlatlardagi musulmonlar to'p-to'p bo'lishib, haj uchun haramga kelishga boshladi. Xalqaro taratqularning statistika qilishicha, bu yil Zulhijjaning 8-kunigacha haramga kelgan hojilarning soni 3 yildan beri tunji qatim 2 milliondan oshgan bo'lib, bu yil 2,5 millionga yetadiganligi mo'ljallanmoqda. Holbuki har qaysi davlatlardan haramga kelgan hojilarning soni 2,5 millionga yaqinlashgan bugungi kunda ishg'olchi Xitoy rejimining og'ir cheklovlari sababli muhojiratdagi oz bir turkistonlik musulmonlar hojilar qatoridan o'rin ola olmadi. Volkochis gazetining xabariga qaraganda, Amerika hukumati Xitoy shirkatlarining Amazon va Microsoft qatorliq Amerika shirkatlarining bulut hisoblash mulozimatiga erishishini cheklashga tayyorlik qilmoqda. Oldingi oyda Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Xitoy rahbari Shi Jinping bilan ko'rishishi Amerika-Xitoy munosabatida yumshash paydo qilgandek ko'ringan bo'lsa-mu, ammo iqtisodiy sohada yuz bergan ishlar yumshashga mangadigan yo'lning uzun ekanligini ko'rsatmoqda. Egilinishçe, Xitay tömür yo'li taşyol transportidan foydalanib, shimoldagi Xubey o'lkasidan O'rta Osiyo davlatlariga mal to'shishda ishlatiladigan xalqaroliq ko'p xil shakllik yangi qatnash liniyasi yo'lga qo'yilgan. Egilinishçe, 1000 tonnadan ortiq mal to'shiydigan poyezd seshanba kuni atganda Xubeyning Langfangdan yo'lga chiqqan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda bu mallar Sharqi Turkistonning Qashqar shahriga kelgandan keyin chegara halqan taşyol orqali Qirg'izistonga to'shiladi ekan. Orqadan poyezd bilan oxirgi manzil O'zbekistonning poytaxti Toshkentga yetkazildi ekan. Xitoy doiralari Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati bo'yicha yuqori darajalik vakili Josep Borrellning kelar haftadagi Beijing ziyoratini bekor qilgan. Yevropa ittifoqi komitetining bayonotchisi Nabila Massali Xitoy tarafining o'zlariga Borrellning 10-iyun planlangan ziyaratining amdi mumkin bo'lmaydiganligini bildirganligini aytdi. Vengriya diplomatiya ministri Peter Szijjártó o'zlarining Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish masalasida Turkiya bilan birlikda harakat qiladiganligini bayon qilib mundaq dedi. Agar Turkiyaning maydonida o'zgarish bo'lsa, albatta biz Vengriyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish musobaqasida hech qanday davlatga to'sqinlik qilmaydiganligi to'g'risidagi va'damizni o'rindaymiz.